Men qandoq yashayman deyman. Ko'tingizni qisib yashaysiz. Bunaqa portlashni Mabalnoda söylep ketdi. Voy portlash söylep ketgan Mabalnodamiz yetim qoldik. Şuna bir ancha-muncha bir pach pullar olmasa berib tursanglar. Mabalni bir beqib cho'nqib qo'yay. Bizni Sharqning kasal ko'pisi degandiki, mana kasal ko'pisiga to'yisha deb hammalariga mush virusni yasab, adoytin hammalariga yuqtiryapti. Butun dunyoni qoplaydi. Ma Xitoyning pulini tutishmoqchima, buningda virus var. Buni deb Xitoyning puli deb tutib selib, virus yuqtirib, kasal o'shib qilishmaslar. Vaqt kela bir mimaqi qilindi. Kal vaqtday. Bulamdiki hech baqa. Bulamdiki bizning pivili bulamdiki Angliyaning pivisi. Yaxshika yo'doshu bekhoshkani. Ma tarjima maning dignayi maguning biga mimaqi vaqtda toz yepichi bo'ldi. Buldu. Asla Xo'ja Ahmed, asla. Bo'pti ma berengidim yeb baqsin ma birim yeb baqmagan sarangni yeyishni qaranglar. Bek totiq yo'doshi. Oho, Angliyaning ximiya o'qitsammagan bereng emasmi bu? Bektamlikka rahmat adashi sana. Bek mimon qilib tarjima qilgan bizni mo pivilning mutamindan yaxshi emasmi? Onam Xitoydan tamshimni yeb baqmagan emasmi? Hammasi ximiya o'qitsangiz. Magu rasm tushulanglar magu ma xalq ichida o'zining xalqlarida rasm tushamaydi. Magu rasm tushib qo'yinglar billahi. Magu naran qavaxanga men maqoq dedim malla o'zini. Bilisizlar billahi. Ama şu alaqa qanxo'r Xitoy degan shu so'rab qo'yasizlar. Mana tunishib qo'yaman qanxo'r. Uyg'urlar qirg'inchilik qilayotgan shu juma men tunilanglar mana. Men shu. Men hozir eng cho'ng zolim hozirman. 5 nang biri hozirman. 5 nang biri deb o'zimni qilib yuryapman emasmi? Bu mo'g'ning pis bo'ldi juma chevirle. Ishchilar juma mag'il vaqchi. Oho. Mo'g'ning pis resmi mana yo'lay juma mag'il gap qilaversin yeyishim bilayman. Magu aras och qolgan Xitoy ekan mavjuma. Ma tarjimani mana digna magu bizim yeb baqamma yemma. Umrida bizim yeb baqma vaqtda doktor ma. Bu yeb baqma odatda bir yemaydi odatda shu ishxonada jimom yemdiki yo famimi ishkisini yedi o'layim. Biz odatda shu famimi yeymiz. Boshqa nima degan narsa yo'q. Shu qanaqa qilamiz endi? Xalqni shu birim islam urfib o'tiribmiz odatda xalqlarimizni. Viruslarni qarasandan keyin biz avatimiz bo'ldi chiqaylamsa, chiqayla ketdi.